Of, yolg'on so'zlasam nim bo'pti? Guliston shuncha yilning yaqi bizning uyda bekor yap ishdi. Endi u javob qaytaradigan vaqti bo'lganda, lekin sen mening o'z qizim tursan. men sening qizing bo'lib biror kun rahat ko'rdimmi? Sen-chi sahroliq bo'lg'achqa, qara, hech kim meni ko'zga ilmaydi. Endi o'g'il do'stimni tashlab ketdi. Endilikda aram boy oilaga yotiq bo'ladigan fursat kelgan vaqtda eng yaxshisi meni murodimga yetkiz. Amisi, Güliston qanday qiladi? Hay opa, sen haqiqiy ko'ngil bo'lishga tegishli odam men-jumi? Men sening o'z qizing. Sendek bir ko'knamrat, yelimi ko'p qarzdor menga. Men Opa, rostila menga yaxshi bo'lsin desang, og'zingni ching yum. Nim deyishyapsizlar? Opa, men sen bir xush xabarday. Men-chi xizmat topdim. Andin oylik maoshimga 8 ming berdi ekan. Texi 5 xil sug'urtamni ko'tarib, uy fondini to'lab berdi ekan. Shuna, Parizat, bundan keyin uy ijarasidan qo'rqmasangmi bo'ladi? Chamdonni so'rab nagmanda. Men-chi yigitim bilan yarashib qoldim. Berib shuning bilan turman. Bu eski uyda o'zinglar turaveringlar. Hay sen oldi qetib shuncha haqorat qilib kelsa, yana uning bilan yarashib qoldingmi? Haqorat qilsa nim bo'pti? Puli batursa? Voy, sizlarga gap qilg'im yo'q. O'ta neri. Abbasdan turib tur. Parizat. Bu odam ajab tunishqa.